deganlar-ku. Akmal aka qayerdasiz? Sizdaman. Tekshirib qaramoq kontrolda. Ha, hop. Xotiniga bo'g'ib berib qo'ygan erkak emas. To'g'ri aytasiz dadasi. Xotindan betib yurib yurgan erkak haqiqiy. Xotin samsa? Shaxmatni bilan kutuvdingiz. Bu nima qilyapsan? Men bu yerda emasman, uydaman. Qo'ysangchi xotin. Voy, men ishonyapman. Sizlar ishonib qo'yavering. Keling, o'tiring, keling. Yo'q, sizlar mashinalarni buzib qo'ymang. Men u yerda o'tiraman. Sal vaziyat bo'lib qoldi. Kechirasiz, sekin tayyor bo'l. Olib kelaveraymi? Majlisdan sek bilan o'tirgan bo'lib ketdi. Uyda bola chaqa kechadan ovqat yesa bo'laveradi. Bular ham tasdik berasiz. Xo'p, bo'ladi. Ayo, men to'g'ri o'tmaydi. Uyda ikkita bolalar bor.